O'zbekiston terma jamoasi bilan jahon chempionatiga chiqsa nima bo'ladi? Hozir tekshirib ko'ramiz. Xo'p, terma jamoamiz tarkibini ko'rishingiz mumkin. Kimni shu tarkibga qo'shgan bo'lardinglar pastga yozib qoldiring. Gruppaviy etapda bizga Portugaliya, Norvegiya va Irlandiya raqib bo'lib tushibdi. Birinchi o'yin Norvegiyaga qarshi va biz kichik hisobda g'alaba qozondik. Shunda Shomurodov Xo'libdan yaxshiroqmi? Ikkinchi uchrashuv ancha qiyin bo'lishi aniq, sababi bizning raqib Portugaliya va hisob 2-4 Shukurovda qizil kartochka, Abbosdan esa debyut gol. Uchinchi o'yin uje ancha kuchsizroq raqibga qarshi va kutilgandek ishonchli g'alaba. Gruppaviy etapni ikkinchi o'rinda yakunladik. Yomon emas. 1-8 da biz Shveysariyani 2-1 ga yutibmiz. Chorak final uje terma jamoalar orasida Germaniya davlatga qarshi Germaniya. Hisob 1-0 oxirgi 20 daqiqada Shomurodov bizga polfinal yo'llanmasini taqdim etmoqda. Polfinal esa Fransiyaga qarshi Abduqodir versus Mbappe. Hisobni ko'rsatishdan avval iltimos shuncha mehnatimizga yarasha bitta dona pastiga obuna knopkasini bosib qo'yishingizni so'ragan bo'lardim. 31-yanvargacha 40 ming obunachi yig'ish meni orzuyim. Sizga qiyin emas, rahmat. Xo'p, O'zbekiston Fransiyaga 3-0 ko'rinishda mag'lub bo'ldi. Babram, lekin biza xafa bo'lmasak bo'ladi, sababi 3-o'rin uchun ham Angliyaga qarshi o'yinimiz bor. Yo'da esa yana 3-1 ga yutqizib qo'ydik. Maylim, zato biza tarixiy natija qayd etamiz o'rtoqlar. Jahon kubogini esa Fransiya qo'lga kiritdi 5-0 finalda. Assistlarda Oston O'runov top uchlikda.